Bir asrlik foydali ma'lumotlarni keling birga ko'rib chiqamiz. Yuvish cho'tkasini tozalash. Uzoq vaqt ishlatilgach, yuvish cho'tkasi iflos va qattiq bo'lib qoladi. Uni qanday tozalash mumkin? Cho'tkani plastik paketga soling. Tuz, pishirish sodasi va oq sirka qo'shing. 10 daqiqa ushlab turing. Keyin suv bilan yuvib tashlang. Cho'tkangiz yangilik bo'ladi. Gaz plitasidagi yog' qatlamini tozalash. Gaz plitasi uzoq vaqt ishlatilgach, qalin yog' qatlami hosil bo'ladi. Uni qanday tozalash mumkin? Idish yuvish vositasini seping. Pishirish sodasini teng ravishda to'king. Ustiga oq sirka quying. 10 daqiqa qoldiring. So'ng lattamni artib tashlang. Gaz plitangiz yangilik bo'ladi. Idish yuvish vositasi tugaganda, agar idish yuvish vositasi tugasa, yangi sotib olish shart emas. Uy sharoitida tayyorlash mumkin. 1 piyola toza suv oling, 1 osh qoshiq oq sirka qo'shing, 1 osh qoshiq pishirish sodasi soling. Aralashtiring va 5 daqiqa kuting. Tayyor. Kesma taxtasini tozalash. Kesma taxtasini qanday yaxshilab tozalash mumkin? Ustidan qaynoq suv quying. Tuz sepib yaxshilab ishqalang. Yana chuqur tozalash uchun pishirish sodasini ishlating. Oq sirka bilan artib chiqing. Oxirida ustidan issiq suv quyib yuvib tashlang. Yog' bilan to'yingan kollektorni tozalash. Davlonboz yoki yog' yig'uvchi filtrlar vaqt o'tib qalin yog' bilan qoplanadi. Ularni qanday tozalash mumkin? Yog' to'plangan joyiga idish yuvish vositasini seping. Pishirish sodasini sepib chiqing. Ustidan oq sirka quying. Qaynagan suv to'kib 10 daqiqa qoldiring. Bir necha marta silkitib yaxshilab chayqab tashlang. Videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.